Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun sizlar bilan Counter Strike 2 o'yinini Mac Mini'ga ustanovka qilib ko'ramiz. Bu yerda Mac Mini'ning konfiguratsiyasini ko'rsanglar bo'ladi. Apple M2 16 GB pamyat, 256 GB SSD. Mac Mini'da Counter Strike 2 o'yini qotadimi, qotmaydimi va maksimal darajada necha FPS beradi, shuni sizlar bilan hozir test qilib ko'ramiz. Test qilishimizdan oldin Counter Strike 2 o'yinini ustanovka qilib olamiz. Mana CS:GO ustanovka qilib oldik. Apple M4 chipda 3440 1440 100 Hz da 42, 43, 44, 45, maksimum 49 FPS gacha berdi. Endi sizlar bilan boshqa razmerlarda test qilib ko'ramiz. Mana biz CS:GO ga boshqatdan kirdik. Monitor razmerini o'zgartirib, bu yoqda 1920 ga 1080 100 Hz da ko'rayotganingizdek 85, 90, 120 gacha chiqyapti FPS. CS:GO'imiz ham ancha qotmasdan yaxshi ishlayapti. Yana monitorimizni razmerini o'zgartirdik. Bu yoqda 1280 720 100 Hz da ko'rayotganingizdek FPS 125, 130 gacha maksimum ko'tarildi. CS:GO'imiz ham ancha yaxshi qotmasdan shu ishlayapti. Sizlar bilan Mac Mini'ni monitori 3 xil razmerida Counter Strike 2 o'yinida test qilib ko'rdik. Endi sizlarga savol: $600 ga Mac Mini olgan yaxshimi yoki $600 ga oddiy personalniy kompyuter yig'dirgan yaxshimi? Buni javobini kommentariyada kutib qolamiz.